Mana shunaqa osma detallarni qanaqa kiloga qotirish o'ylayapsizlar? Men sizlarga hozir shuni ko'rsataman. Mana unitasi ilingan, baquvvat, zabardast. Buning uchun bizga Fly Sky tomchiklari kerak bo'ladi. 200 kilogacha ko'taradi. Biz buni hozir demonstratsiya qilib ko'rsatib beramiz. Bizga buning uchun g'ish kerak bo'ladi. Orqasiga suramiz. Va buni devorga yopishtiramiz. Ko'ryapsizlarmi shirasini? Bu g'ish qotib olguncha bizni bazasiga borib ungacha obzor olib beramiz. Xitoy Libertanning bazalariga kelib, boshqa mahsulotlarni ham tanishtirib ketamiz. Bu brendda tomchikli, jidki go'z, silikon penalari bor. Hozir endi demonstratsiyani Xitoy Libertan bilan davom ettiramiz. Ketdi, brat. Mana g'ishimiz ham qotib bo'ldi. Bu Xitoy Libertan aytibdilar, ustiga chiqib sakrasang ham tushib ketmaydi deyaptilar. Shunaqami? Qo'y. Qani pismiydi? Haqiqatda baquvvat kelay ekan. Endi buni bolg'a bilan urib sindirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi? G'ish bo'linib ketdi, lekin kelay joyida turibdi. Shunaqa ham baquvvat, zabardast kelay bo'ladimi? Sifatli va hamyonbop mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda profilga satmetga qilib qo'yaman. Videoni ustalarga va mana shunaqa qurilish mollari sotadigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Narxi lekin vashi kepay bo'lyapti. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Boshdan ish qolib ketibdi.